Makkada yashaydigan o'zbek qizining bir kuni qanday o'tadi? To'g'risi, Makkada yashasak-da bu yerga qaytib kelish juda qiyin bo'ldi. Chunki sizning xohishingiz emas, balki Allohning vaqti soatiga ko'ra kela olar ekansiz. Kunimiz do'kondan ba'zi narsalarni xarid qilish bilan boshlandi. Keyin o'sha mashhur Al-Beyk ovqatxonasiga bordik. Taomlandik. Shu yerda qizarib mazam bo'lmayotganini sezib qoldim. Biroz kech bo'lib qolgandi. Shom namoziga ulgurish uchun mehmonxonada namoz o'qib oldik. Mehmonxona avtobusida haramga yetib oldik. Yo'lda shirin mushukchalarni ko'rdim. Videoga olishga qaror qildim. Keyin tezda issiq tushiradigan, og'riq qoldiradigan dori olib, xufton o'qish uchun yana tahoratxonaga tushib ketdim. Bu yerda o'zimni juda yomon his qilayotgandim. Tahoratxonaga Qur'onsiz kirib bo'lmaydi, shuning uchun tashlab ketdim. Tezda tahorat olib, ozgina o'zimga kelib oldim. Keyin 91-eshikdan haramning tomiga chiqib oldik. Bu yerda xo'jayinim kasal bo'lsa ham video ossana deb kuldilar. Zamzam bilan dori ichirdilar. Keyin mana shunday go'zal manzaraga qarab duo qildik. Allohim har bir kuzatayotgan obunachimga mana shu yerga kelishni nasib qilsin. Sizchi qayerda yashagan bo'lardingiz? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Ma'asalama.